Sarvar aka, xaridorimga AM832 taklif qilaymi yoki Senar 30 taklif qilaymi? Keling, ikkisini taqqoslab beraman, xaridoringiz o'zi tanlab oladi. Tashqi ko'rinishiga ko'ra 11 dyumli rangli sensorli ekran, AM832 markaziy apparatimizning ekrani, 7 dyumlik TFT ekran. Flometrlari 4 ta, flometrlar soni 4 ta. Dvigательный konturasi 134 gradusli avtoklav stilizatsiyasi mavjud. Dvigательный kontura oddiy stilizatsiyasiz. Saqlash tortmachalari 2 ta. Saqlash tortmachasi bitta. Ishlash parametriga ko'ra qo'llanilishi kattalarga, bolalarga va chaqaloqlarga. Qo'llanilishi kattalar, bolalar va chaqaloqlar uchun. Ventilyatsiya rejimi 3 ta. Ventilyatsiya rejimi 5 ta. Grafik tasviri 2 ta. Grafik tasviri 3 ta. Elektron pip funksiyasi mavjud. Pip elektron funksiyasi mavjud. Ichki tuzilishiga ko'ra, batareya quvvati 3 soat ish vaqtiga ega. Batareya quvvati 2 soat davomida ish faoliyatiga ega. Gaz tizimi, kapnografiya, kislorod, multigaz analizatorlarini qo'llab-quvvatlaydi. Gaz tizimi, kapnografiya, kislorod, multigaz analizatorlarni qo'llab-quvvatlamaydi. Standartlarga mutanosiblikka ko'ra AM832 narkoziy apparatimizda C sertifikati mavjud. Uskunamizda C sertifikati mavjud. Ispertilda esa C sertifikati mavjud emas. Ispertilda C sertifikati mavjud. Taqqoslash monitoringiga ko'ra AM832 apparatimiz 12 ta parametrdan 4 ta tenglikka ega. Taqqoslash monitoringiga ko'ra Senar 30 apparatimiz 12 ta parametrdan 12 ta tenglikka ega. Hurmatli xaridorlar, batafsil taqqoslash uchun ofisimizga tashrif buyuring.